Ha, zakaz olib keldim. Namuncha kech olib keldingiz? Ko'chalar probka bo'layotgan ekanda. Tushiring mashinadami? Bankga qo'ying. Xo'p. Aka, menga ishingiz umuman yoqmayapti. Mashinaning kalitini bering, ishdan bo'shadingiz. Assalomu alaykum aka. Tuzimsiz? Yaxshimisan? Va alaykum assalom. Keyin o'tir. Aka, bugun savdo bo'lmadimi? Yana ishchini haydab yubordim. O'zimni jiyanimni chaqirdim, shustirik. Haydab yaxshi qilmabsiz ekan, bekor bo'libdi. San nima ishing bor? Boshqa yerda ishlaysan, baribir. O'zingiz bilasiz. To'xta, men ham pastga tushaman. Bo'lam, ekinok zo'r ekan-a? Va o'zimiz shopir ekan-a? Lepkan orqasidan rosa soqqa qilganlar. Aka, aytdimi bekor ishdan haydabsiz deb. Ishdan haydaganga nima aloqasi bor buni? Epkuzni xo'jayini bo'ladi aka shu. Nimaga turibsiz? O'tiringman bunda. Hop, Mashinani kaliti qani? mana bu turibdi. O'tiring joyingizga. Lepkuz jamoasida biz bitta oila bo'lib ishlaymiz. Oddiy shopir deb ishdan bo'shatib yubordingiz. Sizga emas, avvalambor bo'shatish. Siz bu yerda oddiy ishchi edingiz. Sizga ofisni ishonib topshirib qo'ydik. Bunaqa ofislarni bizda tiqilib yotibdi. Bugundan boshlab siz o'zingiz bo'shsiz ishdan.